Otanga kelib, o'sha Intoning qurg'utchi outlet ma'lumlikka ochgan bir so'zsi bor vakil. Bu yana muhitga, turmush tomoqlarga shunchalik tezlaydi. Hozir kirsam men mush kendan ko'rdim va bu yana muhit haqiqatan bek yaxshi gap bo'lib mush kechda. Endi sizlarga texnik tafsilot olib ko'rsak va Endi makinim qo'rsanlama fontanning shunchalik chiroyliqidan mana ichiga yana bir qavat qo'shib qo'ydim. Ichida shunchalik tezga bir xil odamning qalbini orom oldiradigan endi savonlik ko'ramiz. Resim tattınızmı? Oy şüphemet ya bu. Xotin manda chiroylik ham, balki manda chiroylik sayat o'rni bor deb o'ylamabdi ekanman. Shunchalik tezda ishga kiribmish qizlar bo'lib kelsanlar. Chiqib nurg'un manzillik chiroylik yerlar balki tilim bilan tasvirlab bo'laman deb. Endi davomli ko'raylik. Masunu ko'nda paqayman bir tax chawmitni chiqib turalam. Qiziq bashcha ochdi. Hey, shuni ko'rman bir tax chawmitni. Bu yana manzarasida ko'ringlar besh chiroylikga. Undan boshqa yerlarda tomoq yer nosima ichilsa, yozda shunday sovuqma, endi daryo bo'yi deb qo'yay. Suv ko'rga ishada o'tirib tomoqlarni yeysanlar shunchalik tezi. Undan boshqa yoq tarafda bir yeshiz pakin sizlarni talab qilman, ko'rib boqaylik. Endi ma'qulchi bo'lsa ko'ringlar bir rat, ham seniki yeshiz ekan, bunda o'zingizlar xohlagan narsani yalayotgansizlar. Bu yerda ko'rib turdinglar shokos paket, undan boshqa ichimlik turdiki, bu yerda har xil turdiki narsalar bor ekan. Ham shuncha ekran orqali ko'rib chiqinglar. Endi marat bo'lsa ko'rginoldek moya shunchalik cho'nka. Bu maxsus to'y to'kilni o'tkazgan cho'ng bir zalka. Undan boshqa kech tarafda o sahnada cho'lponlar naqshi tiqildi deydi. Bu yana muhitijatdan tomoqlarni ko'rsatdim. Undan boshqa ishchilardan tomoq yeb o'tbag'il bo'ldi. Shunchalik payzi. Amsam shu xotinlik do'stlarimiz bo'lsa, sen bilsanglar, yaxshi inkaslarni qoldirib qo'ysanglar, bundan keyingi salada sizlarga ham yaxshi bo'lgan mazmunlansinlar.